Assalomualaikum hurmatli tinglovchilar. Bugungi temamiz sotsiallik tarmoqlardagi xabar to'planmalari ham xavfli deb ataladi. Reja. Birinchi, sotsiallik tarmoqda xabar maydonini aylantiruv. Ikkinchi, dasturiy g'alaba xabar qurollari o'rnin sotsiallik tarmoqlar egallashi. Uchinchi, sotsiallik tarmoqlarning tartibmonligi ham yoshlarning qatnasi deb ataladi. Bizga belgili jahonda global internet tarmog'ining foydalanuvchilarining soni sistemali turda ortib bormoqda. Global internet xizmetining 20 yil oldin 4,1 odam foydalangan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2009-yilga kelib 4,5 milliard turadi. Ya'ni bugungi kundagi yer sharini jasovchi 58,8 xalqning bu xabar tarmog'idan foydalanib atırğanlığı derik beredi, bu kundan kunga o'sib yotibdi. Ilmda sotsiallik tarmoq iborasi birinchi marta John Barnes tomonidan 1954-yilda yengilgan. Uning fikricha bir individning atrofidagi sotsiallik tarmoqning ulkanligi shamominan 150 odamdan iborat bo'lishi mumkin. Keyinroq u gumanitar ilmlarning turli tarovlari, so'ng ichida sotsiologiyada da qo'llanila boshladi. Bu tarovda Meron tarafidan eksperiment olib borgan ham bu sotsial tarmoqlar tanlovi ilm tarmog'ining tekarchisi bo'lib hisoblanadi. 20-asrning 70-yillarida sotsiallik tarmoqlarga tegishli izlanuvlarning sotsiologiyalik ham matematikalik usullarda kompleks kalkulyatsiya va ularning sotsial tarmoqning hozirgi zamon talablarining ilmiy tekari bo'ldi. Keyingi asr davomida sol tarafda is olib borgan ilmpazlar klassifikatsiyasına saiz bugungi kunda sotsiallik tarmoqlarning analizini tekarga 4 jantasi bor. Birinchi, sistemali jantasi, ikkinchi, resursli jantasi, uchinchi, normativ jantasi, to'rtinchi, dinamikalik jantasi bo'lib hisoblanadi. Dunyodagi eng ulkan sotsiallik tarmoq bo'lgan Facebook 2012-yili oxiridan kelib 1 milliarddan ortiq belsendi foydalanuvchiga ega bo'ldi. Sol sababli milliardlab odamlar uchun xabar deragi sifatida xizmat etuvchi sotsiallik tarmoqlarning bir formasi. Obyektiv shart-sharoitlar ham subyektiv uyg'unligini ta'minlash ulkan ahamiyatga ega bo'lmoqda. Endi sotsiallik tarmoqlarda tomendagi unamsiz xavflar ham bor. Birinchi kiber jinoyat, ikkinchi trolling, uchinchi kiberbullying deb ataladi. Sotsiallik tarmoqlarda foydasiz ma'lumotlar yetarli bo'lganligi uchun internetda o'tkaziladigan vaqt bir necha barobar ortadi. Bularning barlig'ini farovonlikqa, fizikalik ham ruhiy salomatlikqa unamsiz ta'sir ko'rsatadi. Xabar ko'lami nerv sistemasına unamsiz ta'sir qiladi. İnternet ham sotsiallik tarmoqlarga qaramlilik insonning gormonal fonini o'zgaruvi mumkin. O'tgan asrning ikkinchi yarmida jurnalistika 4-ahamiyat hisoblangan edi. Biroq har xabar texnologiyalari paydo bo'lgan bu kuch o'z vakilligini jo'g'alta boshladi. Sotsiallik tarmoqlar ular içinde turli jamiyatlarning tarqaluvi, fuqarolik, jurnalistikaning paydo bo'lishi, bularning barlig'i ma'lumotlarning xalqqa tezroq uzatiluvi natijasi qarama-qarshi hattoki internet g'alaba xabar qurollarining dasturlaridan de ortib ketdi. Sotsiallik tarmoq g'alaba xabar qurollari bo'la olmasligining bir sababi keltiriladi, ham sebeplarining har biri qarshi dalillar bilan birga keladi. Buning sabablari arasida kichik blog auditoriyasi, avtorlar noprofessionalligi, avtorning javobgarchiligining yo'qligi, dunyoning butkul xabarini qamtib olmasligi. Endi yana bir so'rov tortiladi, yoshlarda sotsiallik tarmoqlarga ne tortadi? Kuzatuvlar soni ko'rsatadi, boshlang'ich maktab yoshidagi 7-11 yoshli bolalar ham sotsiallik tarmoqlarda tizimdan o'tgan 17-25 yoshli yoshlar bo'lsa kundalik vaqtning 3dan 1 bo'lagini virtual dunyoda o'tkazadi. Ko'pchilik joylarda ularning
барлығын социалдық тармақтарсыз елестету қиын. Социалдық тармақлардағы және ұнамсыз мәселе бұл паразит сөздер қолданылып жатқан жастар арасында, чатларда. Уақыт өтуімен бұл социалдық тармақларға байланысты сөз із қалдырады. Жүді апойластырылған көбінесе неқывы, одан басқа да слайдта көрсетілген сөздер сияқты сөздерге түседі. Күмән жоқ, бұндай байланыс сөздігінен пайдаланған жастар қанбағалдасуы, сонымен сөз байлығымыздың кемеюіне алып келеді, бұл паразит сөздер кемнен-кем көбейіп бара береді. Жұмақлап айтқанда, социалдық тармақлардың пайдалану өзін рауажландыру, шет тілдерін үйрену, қызықты кітаплар оқу, музыка тыңдау үшін құрал сипатында пайдалану мүмкін. Социалдық тармақларда сізді қызықтыратын мағлұматтар табуыңыз мүмкін болған қызығушылар топтарлары да бар. Фитнес шоулары, түрлі видеолар бар, бірақ бұлардың барлығын дұрыс пайдалануға мақсатқа муафиқ деп есептейміз. Диққатларыңыз үшін рахмет.